qo'rqqanga qo'sh ko'rinar. Ay, tez qara, Subbuko'ning badandagi mo'ylari bahosiyat ekan. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinar degan shu-da. Voy, qarasini, bu idiomni joyda ishlatamiding? Xato bo'lib qoldi. Shundoqmi? Albatta, gapimga quloq sol, ha? Sharqi jin dayligi davrida kuchlik Chin dayligi jin dayligini besib olish niyatida bo'lib, Chin dayligining xoni 90 lak lashkari boshlab jin dayligiga hujum qildi. Jin dayligi general Sheshi va Sheshiyanni 8 lak lashkarni boshlab dushmanga qarshi jangga avatibdi. Peki, aşı neçtümen leşkerin tayini men bilen elişmakçıma, xamxiyal qilishma. Biroq o'ylamagan yerdan kuchlik Chin dayligi urushda mag'lub bo'ldi. Ah Tanrım, men tush ko'ryotamdim qandaq. Ulağı yengilib qolganimiz demisi, men tugashdim. Ha, amal topdim. Qarang'u tushay deganda, ishki ahvolni tinglab kelib, shuningga qarada qo'shinimni qayta tangshay. Bu qatim cho'qim qalbi qilmay qo'ymayman. Enem, canını qog'oz ustida qilmaymiz. Kitob ko'rib nima qilasiz? Yuring, dushmanning ahvolini ko'zib kelaylik. Tun kechida uxlamabdi-ku. Qarag'anda ularning harbiy intizomi paqatliq ekan. Chatoq, ular pistirma qo'yibdi. Qarang, qiyo ustida ularning odimi bor ekan. Men qarasam, hammasi daraxtdek turadi-ku. Ko'zlari to'rilishib qopti. Xatolashib qoldimi nima? Bu hal qilg'uch jangda Chin dayligi talto'kis bitchit qilinib, eg'ir ziyonga uchurdi. Beajal o'lib ketgan bo'ldim. Yalang'on bo'lsa-mu, jinim omon qoldi. Qarab turib ularga jinimni tepamay, yaxshi qechibli qutulay. Abla, düşman qo'g'lab kelayapti emasmi? Hey, endi qechib qutulamaydigan bo'ldim. Voy animay. Qo'qqanga qo'sh ko'rinar degan bu idiom bir narsani qo'qib ketganda ozroqli shabi bo'lsa-mu, xuddi qop o'zini yo'qitib qo'ygan kishilarga naql keltirilgan. Bu yengilguchining tashvishlangan holatini yechib beradi. Yilondan qo'rqqan arg'amchidanmi o'rkib to'laydigan gap bor emasmi? Chiroqni o'chirmanglar, men qorong'udan qo'rqaman.